Bir hafta ichida Akbar akamizga sizlar tomonidan o'rtoqlar 170 million pulga kelib tushdi. Ishlaringda omadini berib, menga kim yordam bergan bo'lsa, ulug' martabalari ulug' bo'limindan-da zo'r bo'lib menga bergan bo'lsa, Alloh ularga bersin. Akbar akamizni birinchi marta ko'rayotganlar uchun tanishtirib o'tay. O'zlari birinchi guruh nogiron bo'lsalar ham, ko'ryapsizlar, harakat qilib, mehnat qilib, qizlar uchun, farzandlar uchun yashayaptilar-da. Mana bu uyga sharoitini endi gapirmasam bo'ladi, qaranglar. Xudo xolasa mana shu joy hammasini to'la buzib tashlab, yangi qilib beramiz akamizga. Sizga uyingiz yoqadimi? Ha. Uyingiz qanaqa bo'lishini ichingizdan orzu qilasiz? Faqat chiroyli bo'lsa, uyda hamma narsasi bo'lsa bo'ldi.